Nima bo'ldi? Kecha Dilnozani o'zi yiqildimi yoki siz itarib olganmisiz? Buni nima ahamiyati bor? Yiqilib tushdi bo'ldi-da. Zar qattiq bo'lganiga ko'zlari ko'rmay qopti, shuni tushunyapsizmi? Meni eshit. Qizing o'zi yiqildi. O'zi yiqilsa zar bunchalik qattiq bo'lmasdi. Bolamni ko'zini atrofi peshonasi ko'karib yotibdi. Oyoq ostida urilishmaganda shunaqa bo'lmasdi. O'zim ham sezgandim. Siz yiqitgansiz. Bo'ldi qil. Bo'lar ish bo'ldi. Agar rostdan ko'rmay qolgan bo'lsa, 1-2 kunda o'ziga kelib ketadi. Hech xavotir olmagin. Kelmas ekan o'ziga. Operatsiya qildirish kerak ekan. Operatsiya? Qanaqa operatsiya? Qiz bolaga beradigan pulim yo'q. Qizini ukamni o'zi yiqitgan ekan. Tan olibdi. Kelin qo'ng'iroq qildi. Qizi hali kichkina-ku. Shuni aytaman-da. Qiz bola bo'lsa asrab avaylash kerak emasmi? Ukamchi mana shu kunlarda haddidan oshib ketyapti. Nimagadir mana shu qizini yoqtirmaydi. Qizchaning ahvoli qanday ekan? Operatsiya qildirish kerak deyapti. Ha, unda ukang operatsiya qildirsa kerak. Yo'q-da, qarshi bo'layotgan emish. Qanaqa ota o'zi u? O'zim ham shunga hayronman. Ota ham o'z qiziga shunchalik bemehr bo'ladimi? Ha, shu-da. Onasi, ertaga xabar ol. Biror yordam kerak bo'lsa biz tayyor. Qo'limizdan kelgan hamma yordam beramiz. Xo'p. Xullas, qizingni ko'zi ojizlar internatiga topshiramiz. Bu nima deganingiz? Menga shunaqa ko'r qizi kerak yo'q.